Hop, qadrli obunachilar, sizlar kattasidan, zo'ridan, zot yo'nalishiga so'radilar. Xudo xolasa biz inshaalloh hop shunaqasidan topdik. Badeshkani qilinglar, layklarni bosinglar. Xudo xolasa Fayzulla Arzonchini mol firmasidan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saroy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka, uka, do'st birodarlar, hojota, hojonalar. Xudo xolasa bugungi kunimizga buqalarni chempionlardan kelib shularni video syomkasini boshladik. Xudo xolasa bugungi kunimiz 13-iyun. Hop, haftaning shanba kuni 2026-yilda mana bunday buqalarni syomkasini boshladik. Xudo xolasa padeshkani qilinglar, layklarni bosinglar, bularning narxlarini Fayzulla akamning o'zlaridan bilib olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasdan suyimsiz? Mazangiz yaxshimi? Yaxshilarmi? Charchamay. Nima bu? Buqalarning liderlari har doimgidek. Xolasa Omonbek 8 ta bor. O'zgarish bor, xudo xolasa. O'zgarish bor. Cho'p ketdi. Ha, to'ppa to'g'ri. Bunachilarga ham assalomu alaykum. Qo'llab-quvvatlab, xudo xolasa kommentda yozib like bosib turishgani uchun. Omonbek 8 bosh buqamiz bor. Ha. Xudo xolasa durlari kelgan, yaxshilari kelgan. Hop, ikkita narx aytamiz dedingiz boshimizda, to'g'rimi? Boshida ikkita narx aytamiz. Bittaga, 7 ta bittaga. Bo'laveradimi? Bitta 8-chisini o'zini bitta toyi bor, zo'ri bor. To'y, mashalloh. Aka, bo'lmasa bunday qil. Yechishning imkoniyati bormi? Yetishdi imkoniyati bor, bitta yechib ko'rsatamiz. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa qadrli obunachilar buni yechgan, ya'ni yurgizib oyoq qo'llarini hamma tarafini hop ko'rsatgan holatda video syomkamizni qilamiz. Voy, mashalloh. Ko'ringlar qadrli obunachilar, saman. Zaruratdanga uloqqa kirsa ham bo'laveradigan variantidan xudo xolasa qadrli obunachilar. Layklarni bosinglar. Kimga mana shunday buqani havas qildingizmi? Albatta layk bosib ketinglar. Aka, buni yosh oyligi qanaqa buni? Yosh oyliklari 10-13 oylik atrofidagi buqalarimiz. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa 12-13 oylik atrofidagi buqa, qadrli obunachilar, mana hop, arqonga tushmagan ekan deb labis qilishdi. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa o'ynaqlashyapti. Haqiqatan hali o'ynashyapti. Shoqi yo'q, suzmaydi, netmaydi. Aka, bo'lmasa buni joyiga bo'ylang. Mol ko'rindi, xudo xolasa. Bitta mana yurish holatlari o'ta ideal. Keyin siz ham molni bitta joyga baylaysiz. Qo'lingizni bir siqib savdo qilamizda, xudo xolasa qadrli obunachilar uchun. Obunachilar yosh oyliga keladigan bo'lsak 12-13 oylik atrofida. Hop, yoshi tish buzmagan ekan, xudo xolasa. Ko'rsatib ham qo'yamiz. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa tishini ham ko'rsatib qo'yaveradi, qadrli obunachilar. Hop, aka, buni bo'yni o'lchab beramiz-a? Yo, o'lchaganmisiz? Omonbek bo'yin o'lchang yo'q, o'lchab ham beraveraman. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa bitta bo'yni o'lchaylar, keyin qolgan ma'lumotlarni berib o'taveramiz. Hop, obunachilar, lekin buqa bor, o'ta ideal. O'ta ideal. Jonivor. O'ynashyapti xolos. Hop. Hosh. Jonivor. Hop. Kel, menga bering metrda. Hop. To'xtang. Mana. Bu sarilib turibdi orqaga. Sarilib turibdi, bo'yi 40-35 ga olishsin. 35 ga olishsin. 40 chiqadi Omonbek. Narxini ayting aka. Omonbek, xudo xolasa mollarda yomoni yo'q. Hop, yaxshisini ichida ham eng zo'ri bu. Aha. Lekin zo'rini olib ketmiz deb men salqinga o'tib olaylik. Salqinga o'tib savdo qilaylik. Hop. Bulardan ko'rsatamiz. Zo'rini olib kelib qo'yibmiz. Yaxshisini ichida men yaxshi o'rgan, buni unaqa dunyoga alik qilmaymiz. Hop. Buni adderni qo'yib qo'ya olamiz deganim o'shanga. Mana ularga qilsak, bittasini narxini ko'tarib qo'yibdan tushirib qo'yib nima qilmasin. Shunaqa. Buni o'zini bozorga chiqsangiz, obunachilar ko'rsatasiz, xohlasa kelib ko'rishadi. Bittasi ham savdo qilishaveradi. Bozorda aynalib ko'rishatgandir, balki bozorga chiqayotgan obunachilar ham. Buni 35 million, 34 million bozor narxi aytmaymiz uka. Bitta gap, 31, 32, 31, 30 ham yo'q uka. Hadang. Hop, xohlasa tortib olishadi, kiloga ham kelaveradigan narsa xudo xolasa. Lekin bu tortib o'lchab sotiladigan emas, ko'chat. Ortiqcha maqtamaymiz, kelib ko'rishadi. Imkon qadar bir qator aloqa yozsa videoni yoqib beraveramiz. Omonbek 29 ga beherish yo'q, chiroyli xeyrini qilib beraman. 29 ga o'tib berasiz. O'tib beraman aka. Barakasini bersin. Hop, qadrli obunachilar, 29 million so'mga 13 oylik atrofidagi buqani go'zali.
Telefon qilinglar, xudo xolasa inshaalloh kami bo'ladi, xayri bo'ladi. Oyoqlarini ko'rsating, omon. Boya oyoqlarini ham ko'rsating, lekin haqiqatan aka zo'r narsa olib kelibsiz. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, bo'lmasa navbatdagi buqalarni ko'rsatamiz, qadrli obunachilar. Omonbek, Xo'p. ularda bo'yi 1.40. 1.40. Ha, issiqda mollar bor, eri beryapti. Bo'lmasa tarsasida bo'yini aytaylik, yoshlik ko'rsatib, oldi tarafdan ham bitta ko'rsatib ko'ramiz. Xo'p. Chiqqan. Tish buzgan variant, qadrli obunachilar. Ha. So'z isboti bilan deydi-ku. Hop, ikkitish. Hop, ikki tish. Navbatdagi buqamiz, qadrli obunachilar, mana. Hop, ikki tish variantidagi buqa. Omonbek, bu ham ikkitish. Hop, bu ham ikki tish, voy. Yemga bosoradiganini olib kelibsiz-da, xudo xolasa inshaalloh. Mana uchalasida birdan ham chiqadi. Hop, demak bu 3 tasi tish buzgan, bu 3 tasi qadrli obunachilar, tish buzmagan varianti. Hop, nechtasiga narx aytamiz endi? Bitta gap aytaymi? Ha. Mana 3tasiga aytamiz, omonbek. Hop, 3 ta tish buzganiga narx aytamiz, obunachilar mana. Bo'ylari 1.40, 38, 1.35 dan olishaveradi. 35 dan ketaveradi. Narxini ayting. Xolasa. Narxlari 3tasini bir joygami? Ha. 3tasini bir joyga omonbek. Ha. Beher ish yo'q, unaqa 25, 24,5 unaqa narx qo'ymaymiz. 24 dan beher ish yo'q, xayrini ham qilib beraman. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Hop, qadrli obunachilar, hali issiqda bularda ham to'g'risi issiqlatmaylik degan maqsadda bo'ladigan narxini ayting dedim obunachilar. Hop, 24 million so'mdan xudo xolasa inshaalloh telefon qilasizlar, savdo sunnat. Ozgina o'tadigan joy tubar, kelishtirib, muomalaga tushsa o'zlaringga cho'llar qo'yib o'tib berilaveradi. Hop, bo'lmasa navbatdagi buqamiz. Buni ham qo'shib beraveramiz. Hop, Bu bitta. bu birinchisi. Mana ikkinchisi. Hop, ikkinchisi. Mana uchinchisi. Bo'ylarini o'lchab olishadi, 1.35 dan ham chiqmaydi. Bular ikkovi 1.32, 33 shunaqa chiqyapti. 1.30 dan olishaveradi ikkitasini, orasi 1.35. Hop, bu birinchi, ikkinchi, uchinchisi, lekin mana shu ham o'ta ideal narsa ekan. Hammasi ham yomon emas. Timqora Churni Panterasdan so'ragan obunachilarga xudo xolasa, hop, uchtasi birida qadrli obunachilar, bo'ylari 1.35 dan kam emas deyaptilar. Mana shusiniki. 32, 33 chiqyapti ekan. Hop, bo'lmasa narxini ayting keng. Hop. Uchalasini bir joyga olsin uka. Beherish yo'q, 23,5 dan o'tib beraman. 23 million o'tib berasiz. 23,5 dan. 23 million 500 dan. 23 million 500 dan o'tib beraman. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 23 million 500 ming so'mdan buqa izlayapsizmi? Xudo xolasa mana shu buqalarni inshaalloh tavsiya qilamiz, qadrli obunachilar. Hop, bo'lmasa uzunligi yo'q, eni yo'q, Shvedda zo'ri. Xudo xolasa endi bitta narsa-da, mana shuni bunday aytib Qirg'izistondan o'tdi desangiz, ochiqini aytganda ishonaveradi. Uka, xudo xolasa Qirg'iz paroda. Yo, o'sha Qirg'iz paroda. Qirg'iz paroda. Ha. Yuz tozasi. Xo'p, bo'laveradi. U ichkariga salqinga qochyapti. Baqa olib qo'ydim. Xo'p. Ko'rsatib qo'ysalar, xudo xolasa zo'r. Oldi taraflariga ham to'shiga ahamiyat beringlar, qadrli obunachilar. O'ta baquvvat narsa. Ha, jonivor. O'ta kelishgan buqa ekan. Xo'p. Aka, bu bo'yini chiqadi. Bu amanni 120 chiqaveradi. Xotirjam 120 kelaveradi. Keng, qo'lni bering. Yosh oyligi yosh ekan. Buniki ham ko'chatib kuchli narsa ekan. Buzak, Omonbek 9-10 oylik atrofida buzak narsa. Narxini ayting aka. Shvet. Aha. Bizda zoti bormi, zo'ri bormi, bilasiz? Narxni arzon qo'yishga qilamiz. Uka 23,5, 23 yo'q. 200 ming, 100 ming o'tda ham yo'q. Bitta gap aytdim, 22,5 ga beherishi, xayrini ham qilib beramiz uka. Otangizga rahmat. Qadrli obunachilar, 120 santimetrli buqamiz, yosh oyligi 9-10 oylik atrofida. Lekin narxi 22 million 500 ming so'mga telefon qilasizlar, xudo xolasa inshaalloh. Oldim degan obunachiga ketaveradi. Xo'p, bo'lmasa boshida ikkita narx aytamiz dedingiz aka. U o'zini narxi aytdi 29 million. 7 tasini bitta joyga oldim degan obunachiga necha puldan beramiz? Qo'lni bering. Uka, 7 tasini bir joyga olishsin, hadang. Beherish yo'q. Xayrini qilib beramiz. Ayting narxini aka. 7 tani bir joyga olib boqaman degan insonga Omonbek, katta kichigi, asli kichigi yo'q. 23 million 500 dan qilib beraman. 23 million 500 dan. 23 million 500 dan ketaveradi. Aka, bitta narsa-da, men ham markamat mali. Kuni isib ketmasin, mollar to'g'risi qiynalmasin. Qiynal beryapti, Omonbek. Beherish ish yo'q aka, o'zingizga o'tib berasiz. Siz yaxshi insonsiz, bilaman aka. Omonbek, mana doim mol chiqarayotganmiz. Xudo xolasa mana shu oxirgi videodan biri ko'paytib o'taman shu narsani. Oxirgi videodan biri mana shu 5-6-partda mol kelyapti, ketyapti uka. Endi telefonda misol YouTube tarmoqlarida, internet tarmoqlarida ko'rayotganlar, boshqa qilayotganlar o'zi bilishyapti. Kelganlarga ham ochiq o'yin savdo qilaveradi. Bizga bor Omonbek. Bunday qilib qolamiz dangaliga. 1 so'm, yarim so'm qolsin, barakali qolsin, bizda olgan odam ham baraka topsin. Uka, 23,5 ham yo'q. Aha. Bitta gap,
yetkazib olib bortirib beraman. Yeb ichishga bir haftasini shug'ullanadi. Hop. O'z so'rashingizni bildim. 23 million 300 dan qilib. 23 million 300 dan. Ketaveradi. Barakasini bersin. Otangizga rahmat. Marchasiga savdo bo'ldi, qadrli obunachilar. Yettitasi bitta joyga 23 million 300 ming so'mdan oldim degan obunachiga vodiy bo'ylab u yog'i Toshkentgacha inshaalloh dastavkasi ketaveradi. Birinchi buqamizning narxi 29 million so'm. Ochiqni aytganda bularga qo'shadigan bo'lsak, narxi ozgina bular ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Lekin qadrli obunachilar, mollar o'ta go'zal holatda. Manzaramiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida, ya'ni Fayzulla akamning mol fermasidamiz. Like'larni bosinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar qadrli obunachilar. Hammaning umri chorvasiga Alloh barakasini bersin. Hammangiz uyingizda mana shunday buqalardan 30 talab, 40 talab boqish qadrli obunachilar. Hammalaringga nasib qilsin. Xudo xolasa videoni mana bunday buqalaman degan obunachiga jo'natib berasizlar.